Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. AQSh harbiylari Eron portiga yo'l olgan tankerga zarba berdi. Assalomu alaykum. Eron harbiylari Eron portiga yo'l olgan tankerga zarba berdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. AQSh harbiylari Eronning neft portiga yo'l olgan neft tankerini Hellfire raketasi bilan urib harakatsiz holatga keltirganini ma'lum qildi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2-iyun kuni AQSh harbiylari Fors ko'rfazdagi Eron portiga yo'l olgan bo'sh tankerni to'xtatgan. AQSh tomoni blokada choralar Bostvani bayrog'i ostida suzayotgan Lexi tankerga nisbatan qo'llanilganini bildirgan. Kema xalqaro suvlarda Xark oroli tomon harakatlanayotgan bo'lgan. AQSh markaziy qo'mondonligi bayonotiga ko'ra, tanker ekipaji AQSh harbiylarining bir necha bor berilgan ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirgan va 24 soat davomida ko'rsatmalarga bo'ysunmagan. Oqibatda AQSh harbiy samolyoti tankerning mashina bo'limiga Hellfire raketasini uchirgan. Natijada kema harakatsiz holga keltirildi va Eron hududiga yetib bora olmadi, deyiladi bayonotda. AQSh markaziy qo'mondonligining ta'kidlashicha, 13 apreldan buyon Eron portlariga kiruvchi va ulardan chiquvchi barcha dengiz qatnovlariga nisbatan blokada joriy etilgan. AQSh harbiylari ma'lumotlariga ko'ra, Eron bilan sulh davom etayotgan vaqtda 6 ta tijoriy kema harakatsizlantirilgan. 122 ta kema esa boshqa yo'nalishga burilgan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari AQSh qurolli kuchlari so'nggi haftalarda o'nlab savdo kemalarining Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishiga yordam berganini xabar qilgan edi. Biroq Eron harakatlari sabab ushbu dengiz yo'li hanuz xavfli bo'lib qolmoqda. AQSh vitse-prezidenti JD Vance 28-may kuni AQSh va Eron o'zaro anglashuv memorandumi bo'yicha kelishuvga erishishga juda yaqin ekanini ta'kidlagan edi. Biroq AQSh prezidenti Donald Tramp hujjatni hali tasdiqlamagan. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning Vashington bilan muzokaralar to'xtatilgani haqidagi bayonotlarni rad etdi. Uning ta'kidlashicha, Tehron bilan muloqot hali ham davom etmoqda. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Eron Islom Respublikasi bilan muzokaralar juda tez sur'atlarda davom etmoqda, deb yozdi Tramp. Shuningdek, u NBC News telekanaliga bergan intervyusida Eron tomoni AQShni muzokaralar to'xtatgani haqida xabardor qilmaganini aytdi. Menimcha, biz haddan tashqari ko'p gapirdik. Ba'zan sukut saqlash ham eng yaxshi yechim bo'lishi mumkin, deydi AQSh prezidenti. Trampning ta'kidlashicha, hatto muzokaralar to'xtatilgan taqdirda ham bu AQShning Eronga qarshi harbiy zarbalar berishini anglatmaydi. Biroq u Hormuz bo'g'ozidagi Eron portlariga nisbatan joriy etilgan cheklovlar saqlanib qolishini bildirgan. Avvalroq Eronning Tasnim agentligi Tehron va Vashington o'rtasidagi bilvosita muzokaralar vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qilgan edi. Agentlikka ko'ra, bunga Isroil Livandagi Hezbollah obyektlariga bergan zarbalari sabab bo'lgan. Eron rasmiylari ham hozircha AQSh bilan urushni yakunlash bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilmaganini bildirgan. Isroil va Hezbollah o't ochishni to'xtatishga kelishdi. Tramp. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil va Hezbollah o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Trampning bildirishicha, u Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan samarali telefon muloqoti o'tkazgan. Suhbat natijasida Bayrutga qo'shin kiritish rejasi bekor qilingan. Yo'lga chiqqan harbiy bo'linmalar esa ortga qaytarilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp shuningdek vositachilar orqali Hezbollah vakillari bilan ham muloqot qilganini aytib, tomonlar o'rtasida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishilganini ta'kidlagan. Unga ko'ra, Isroil Hezbollah pozitsiyalariga zarba bermaydi. Harakat esa Isroil hududini nishonga olmaydi. Avvalroq Eronning Tasnim agentligi Tehron Isroilning Livandagi harakatlariga norozilik sifatida AQSh bilan muzokaralarni vaqtincha to'xtatganini xabar qilgan edi.
Agentlik ma'lumotiga ko'ra, Eron Livandagi vaziyatni tinchlik shartlarining muhim qismi deb hisoblamoqda va Isroilning qo'shinlarining Livan hududidan olib chiqilishini talab qilmoqda. Tehron o'z pozitsiyasini inobatga olmaguncha muzokaralarni qayta tiklamasligini bildirgan. Bundan tashqari, Eron va unga yaqin kuchlar Hormuz bo'g'ozini bloklash hamda boshqa frontlarda bosimni kuchaytirishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Eron AQSh bilan muzokaralarni to'xtatdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron Isroilning Livanga bergan zarbalari sababli AQSh bilan muzokaralarni vaqtincha muzlatdi. Xususan, o'zaro maktub va xabarlar almashuvi norozilik belgisi sifatida to'xtatilgan. Bu haqda Tasnim xabar berdi. Eron sionistlarining jinoyatlarga norozilik belgisi sifatida AQSh bilan xabarlar almashishni vaqtincha to'xtatib turadi, deyiladi xabarda. Qayd etish joiz, Isroil amalda bo'lgan o't otishni to'xtatish rejimiga qaramay Livan hududiga zarbalar berishda davom etmoqda. Yaqinda Livan janubida Isroil aviazarbalari oqibatida 7 kishi halok bo'ldi. Avvalroq Eron bilan bir qator masalalar bo'yicha tomonlar oldinga siljishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-da, AQSh bilan kelishuv imzolashga yaqin deb hisoblamasligini bildirgan. Eron tashqi ishlar vazirligi vakili shuningdek AQSh bilan ishlab chiqilayotgan memorandumda barcha frontlarda, jumladan Livandagi vaziyatda ham harbiy harakatlarni to'xtatish to'g'risidagi band mavjudligini ma'lum qilgan.